Har kuni shunaqa qiladi. Har kuni kutib turadi odamni asabiga tegib. Aytmayman, men bu yerda odam kutib o'tiribdi. Endi meni mas'uliyatim yo'q-da. Yo'q, xo'jayin. Xo'jayin. Qani? Kutib qolmadilaringmi? Yo'q. Ya xo'jayin sizni bir umr kutishga rozimiz, xo'jayin. To'ppa-to'g'ri. Bo'lmasa yana necha qulab chiqay? Yo'laringiz. Asl kash xo'jayin. Ya hazilma, seriyoz aytyapman. Ya bo'ldi, mana shu yerda kutib turamiz. Bemalol xo'jayin, bemalol. Hazillashdi. Ya xo'jayin, yo'q, sizni sizni qani keling. Ol. Chiqing xo'jayin. O'tiring. Xo'jayin, bemalol yaxshi ketyapsizmi? Yo, oyog'ingizcha siqilib qoldi. Yana ozgina tortish iloji bormi? Yo'q, xo'jayin oxirida turibdi lekin, eng oxirida. Yo'q. Nima? Korxona sakrashinaga tushdi-da, ishchilar sal qisqartirish kerak. To'xtat. Mashinani to'xtat. Xo'jayin, yaxshi ketyapsizmi endi? Ha, yaxshi. Ana sakrashina bizga emas ekan, yonimizdagi korxonaga ekan.